davlat kafolat bergan yoki davlat nomidan, ya'ni O'zbekiston hukumat Vazirlar Mahkamasi olgan tashqi qarz bevosita bu soliq to'lovchiga kelajak yuk, boshqacha qilib aytgan paytda. Sababi tashqi qarz osmonga uchib ketmaydi. U qayta moliyalashtirilishi mumkin. Masalan, bugungi tashqi qarz, ya'ni muddati kelgan tashqi qarz uchun yana boshqa qarz olinishi mumkin. Boshqa mamlakatdan yoki boshqa xalqaro moliya tashkilotlari, moliya institutlaridan qarz olib, bunisini yopish mumkin. Lekin u keyingi avlodga o'tib boraveradi. Uni baribir oxir oqibat yakuniy manbasi soliq. Shuning uchun tashqi qarz, men har doim aytaman, kelajak soliq yuki degan tushuncha ishlataman. Tashqi qarz bu kelajak soliq yuki. Ya'ni bugungi kunda davlat o'z oldiga qo'ygan, mana bugungi kunda jamiyatga xizmat ko'rsatish uchun pul kerak bo'layapti, lekin hozir buni nimasi imkon bermaydi, salohiyat imkon bermaydi. Shuning uchun olib turadi tashqi qarz va kelajakka o'tkazib boradi bu narsani. Va eng qizig'i, butun dunyoda shunaqa tendensiya ketyapti. Mamlakatlarni hukumatlari tashqi qarz olish tendensiyasi ko'payib boryapti. Nega tashqi qarz ko'payib boradi? Nega zaxira qilmaydi? Sababi bu yerda hukumatlar almashinuv degan tushuncha borda, hukumatlar almashadi. Masalan, mana bugun hokimiyat tepasiga kelgan partiya deylik, siyosiy partiya, o'sha hukumat bugungi kunda o'zining funksiyalarini lozim darajada bajarish yoki o'zining jozibadorligini oshirish uchun mana shu partiyani agar haqiqiy nima bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'zining jozibadorligini oshirish kerak keyingi saylov uchun, to'g'rimi? Keyingi saylov uchun u jamiyat oldida o'zi mana shu partiya vakillarini, shu partiya mana shu hukumat shakllantirgan hokimiyat vakillari boshqalarini jozibadorligini ta'minlash uchun u bugun xarj qilish kerak. Bugun o'sha infratuzilmani qilish kerak, bugun ilmga surtish kerak, bugun meditsinani surtish kerak, to'g'rimi? Endi nima uchun boyagi aytgan ikkinchi haqiqiy moliyaviy zaxirani qilmaydi? Sababi bugun ekonom qilib, mana iqtisod qilib turib puldan iqtisod qilib turib, bugungi jamiyatga yomon ko'rinib, u zaxirani keyingi hokimiyatga, keyingi hukumatga qoldirsa, keyingi hukumat kim kafolat beradi? Buni yig'ib ekonom qilgan jamg'armasini ishlatib olib, o'sha paytda nima qiladi? Shuning uchun u keyingi hokimiyatga yuklab boradi, boshqacha qilib aytgan paytda. Ya'ni qarzni keyingi hokimiyatga yuklab boradi. Shuning uchun barcha davlatlar, qariyb mana shu rivojlanayotgan davlatlar hammasida tashqi qarz o'sish tendensiyasi bor. Va bu narsa endi normal holat, mana Yevrokomissiya tomonidan nima qilingan, normal holat yalpi ish mahsuloti kelsa, aynan davlat qarzini o'zi 60% gacha, yalpi ish mahsulotining 60% gacha normal holat hisoblanadi. Lekin bu 60% gacha taqab borish shart emas. Lekin ayrim davlatlarda bundan ham oshib ketgan. Masalan, Amerika, Yaponiya, rivojlangan davlatlar ko'pchiligi bu narsa oshib ketgan. Endi bularni yo'rig'i boshqa deymiz. Lekin O'zbekiston endi bu narsagacha bormasa kerak, lekin 60% gacha borgan taqdirda normal hisoblanadi deb. Lekin hozir 60% ga bormagan. Hali 60% ga borgani yo'q.